بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa, yanada logika dersiga qadam qo'ygan o'quvchilar uchun alohida o'zim tayyorlagan Miftahul Mantiq, logikaning ochquchi degan darsligimizning ikkinchi darsiga keldik. Bugun so'zlaydiganimiz ilmning turlari haqida so'zlaymiz. Bu dersning mavzusi bo'lsa anva'u el-ilmil hadis. Anva'ul ilmil hadis. Yangidan paydo bo'lgan ilmning turlari degan mavzu darsimda. Bu darsning mavzusini shuni bilib olamizki, anva'ul ilmil hadis degan gapdan ilm ikki turga bo'linadi chiqib. Biri ilmul qadim, yani biri ilmul hadis. İlim ikki xilga bo'linadi. Biri qadimiy ilm, yani biri yangidan paydo bo'lgan ilm. Qadimiy ilm bo'lsa, bizning qadimdan tortib bor bo'lgan, azaldan tortib bor bo'lgan Rabbimiz Alloh azza va jallaning ilmi bo'lib, bu ilmning mohiyatiga, tigiga yetkilib bo'lmaydi. Bu ilm haqida aqida kitoblarida to'xtalamiz. Hamda logika bilimi, bu logika degan bu fan ong, tafakkur haqida to'xtaladigan, yani insonlarning tafakkuri eng haqida to'xtaladigan fan bo'lg'achqa, bu maxluqlarga, ya'ni insonlarga xos bo'lgan bir bilim. Shuning uchun Alloh azza va jallaning qadimiy, azaliy bo'lgan ilmi bu fanning tadqiqot obyekti doirasiga kirmaydi. Tadqiqot doirasiga kirmaydi. Unda bo'lganda biz insonlarning bilimi haqida to'xtalamiz. İnsanlarning bilimi cho'ng jihatdan aytsak ikki turga bo'linadi. Biri tasavvur, yani biri tasdiq. Şu el-ilmu ala nev'ayni tasavvuri ve tasdiqi. Yani ilim ikki turga bo'linadi, ilmul hadis. Biri tasavvuri, yani biri tasdiqi. Yani bir tasavvur bilimi, yani bir tasdiq bilimi. Tasavvur degan bir narsaning insonning zihnida bir xil suratda aks etishi demak. Tasdiq degan shu insonning zihnida aks etgan suratdan yakun chiqarish demakdir. İnsanning zihnida şu aks etgan shu surat, aks etgan shu ma'niga bir yakun chiqarish demak tasdiq degan. Hamda bu yerda dedikki ve kullun minhuma yanqasimu ila daruriyyin ve nazari. Tasavvur ilmi bilan tasdiq bilimi. Bu her ikisi daruri ve nazari deb ikkiga bo'linadi. Anda olganda fel aqsamu arba'a. Bu yerdagi qism 4 qismga bo'lindi, umumiy qism. Birinchi at-tasavvur ad-daruri. Yani zurur bo'lgan tasavvur. Daruri degan gap, yani qo'lini qatirib o'yinib o'tirmasimi ma'lum bo'lgan ma'lumot. Nazari degan o'ylanishga, tadqiqot qilishga ehtiyoji bor bo'lgan ma'lumot degan gap endi. Dediği bir birinci tasavvurud daruri, ikincisi tasavvurun nazari, üçüncüsü tasdiqud daruri, dördüncüsü tasdiqun nazari. Hoş, endi biz şu tasavvur degan nima degan gap, mantiq istilahida, logika atalg'usida tasavvur degan nima degan gap, tasdiq degan nima degan gap, daruri degan nima degan gap, nazari degan nima degan gap, buni birdan ta'riflab o'tamiz. Birinchi
فالتصور إدراك معنى مفرد كإدراك معنى زيد. Tasavvur deganimiz yalğız bir sözün ma'nisini bilish. Yalğız bir söz. Mufrat degan so'zlikning. Yalğız yani cümlenin emas. Yani yalğız bir sözün ma'nisini bilishni tasavvur deb ataymiz. Ki idraki ma'na zeydin mesela. Zeyd degan sözün ma'nisini bilganga o'xshash mesela. Mesela ben Zeyd desem bir odamniki ismi mening kallamda aks etadi. Belki şu adamın sureti kallamda tasavvurum keladi. Mana şunun o'zi tasavvur deb ataladi. Fattasdiqu tasdiq deganimizda bunun aksicha. Tasdiq deganda fattasdiqu idraku ma'na vuqu'i nisbah. Nisbatning yuz bilish ma'nisini bilish. Yani demek tasdiq deganimiz asosiy jumla haqida to'xtaladi. Bir söz haqida to'xtalmaydi. Tasdiq deganimiz şu kalımızdan kelgen tasavvur, şu bir tane söz Zeyd degan so'zning nima ish qilganligini, nima ish qilganligini, nima ish qiladiganligini yakunlash. Zeydning nima bo'lganligini, yoki nima bo'ldiganligini, yoki nima ish qilganligini, yoki nima ish qilganligini yakunlashning o'zi tasdiq deb ataladi. Zeyd bilan masalan bunda tushuntiribdiki كإدراك وقوع النسبة في قولنا زيد قائم وهي وقوع قيام زيد. Mesela bizim sözümüzdeki Zeydun qaimun degan sözümüzdeki nisbatning yuz bilishini bilish o'xshash deydi. Bizning Zeydun qaimun degan sözümüz bu cümle odatda. Nahvi grammatikada biz buni mubtada xabar deymiz, cümle deymiz. Yani en azda ikki ismdan tarkib topgan narsa cümle deb ataladi. Mesela Zeydun qaimun. Zeyd ürtürüqlük dedik. Zeyd ürtürüqlük desek Zeyd degan söz aslında tasavvur. Kalımızda Zeyd desek yalnız Zeyd degan vaqtda bir insanın ismi bizim zihnimiz keladi, kalımız keladi. Hem de Zeydun qaimun degan vaqtda şu desa Zeydning ürtürüqligidan ibaret bir hüküm zihnimiz keladi. Zeyd ürtürüqlük desek Zeydniki Zeyd degan bir insanın ürü turgan bir haleti göz aldığımızda keladi. Yoki Zeydning ürü turuşidan ibaret, Zeydning ürü turuşidan ibaret bir hüküm bizniki zihnimizga keladi. Mana mushu nima ataladi? Tasdiq deb ataladi. Zeydning ürü turuşidan ibaret. Zeydning ürü turganligi yuz bilishidan ibaret. Mushu holatning o'zi tasdiq deb ataladi. Mana nisbat deganimiz nisba. Zeydun qaimun degan sözümüzdeki Zeyd ürtürüqlük degan sözümüzdeki nisbat bo'lsa, yani Zeyd bilan ürtürüqlük degan sözning aloqasi. İki sözning. Bu bo'lsa aloqasi nima? Zeyd bilan ürtürüqlük degan söz nimada bog'landi desa, mana bu ürtürüş degan gapda bog'landi. Zeydning ürtürüşi degan gap edi. Zeydning ürtürüşi degan gap bu ikisi orasidagi nisbat. Chunki bu Zeydun qaimun degan murakkab deb ataladi. Murakkab deb ataladi. Bizda mufrat murakkab deb. Zeydun mufrat, qaimun mufrat. Endi Zeydun qaimun ikkisi birlashganda murakkab bo'ladi. Murakkab deganimiz uchga bo'linadi. Bir murakkab mazji, yana bir murakkab idofiy, yana bir murakkab isnadi. Murakkab mazji deganimiz Hadramavt desak Yamanning bir shahri. İki ismdan tarkib topgan lekin bir narsani ko'rsatadi. Mümkün mesela g'ulamu Zeydin desem, Zeydning g'ulami desem, Zeydning xizmatkori desem, bu mu ikisini tarkib topgan murakkab idofiy deydi. Lekin bu mu bir narsani ko'rsatadi. G'ulam Zeydniki xizmatkorini ko'rsatadi. Ammo Zeydun qaimun desem bu murakkab isnadi. Yani biri musnad ilayhi. Tarkib topgan Zeydun musnad ilayhi, qaimun musnad. Demek bu murakkab isnadi bizdeki müşahede tasdik deganimiz mana dal üzümü şu. Anladın? İkisini oturursa isnat var. Yani bu isnat deganimiz nisbe. Nisbet deganimiz yani musnad ilayhi bilan musnadning o'tirishdagi aloqa. Zeydun qaimun desem Zeydning qaimun ürtürüşü degan bilan nima aloqasi bor desa, yani Zeydning ürtürüşü. Zeydning o'la turishi ikkisi aloqasiga alovat
Zeyd bilen ürtürüş degan gapni bağlagan. Zeyd degan isim bilen ürtürüş degan fiilni bağlagan aloqa, ya'ni Zeydning ura turganligi yoki ura turadiganligi. Mana mushu nisbat deb ataladi. Mushu nisbatni yuz berganligini bilish tasdiq deb ataladi deydi. Xo'sh, endi biz daruriy deganni so'zlamoqchi. Daruriy deganimiz ma la yahtaju lit ta'ammul. Kallını qatırıp oynashga ehtiyoj bo'lmagan, ya'ni anda o'ynab o'tmasama hammalarga ma'lum bo'lgan ma'lumot nima deb ataladi? Ilm daruriy deb ataladi. Masalan, kal vahidi nisful ithnayn masalan. 1 2'ning yarmi. 1'ga 1'ni qo'shsak 2 degan gap masalan, musulmonga nisbatan bir kunda 5 vaqt namoz, bir kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz degandek masalan. Ramazonda 30 kun o'tishimiz degandek masalan. Bir yılda Kurban et üzeri tepşike itfa degandek mesela. Muş hammasi ilmi daruriyenin qatarı keladi. Ve nazari deganimiz mesela ma yahtaju lit ta'ammul. Ilmi nazari degan bizniki Uyg'urchadagi nazariya bilim degan o'xshamaydi, amaliya nazariya degan o'xshamaydi. Ya'ni tadqiqotga, kallani qatirishga ehtiyoji bo'lgan bilim nazariya deb ataladi. Ma yahtaju lit ta'ammul, ya'ni o'ylanishga, kalla qatirib o'ylanishga ehtiyojli bo'lgan bilim ilmun nazari deb ataladi. Kel vahidi nisfu sudusil ithnay ashara. 1 12'ning 6'dan 1'ning 20. Desek bir qitim anglashda bu kallani qatirib bu qanday bo'ladi deb hisoblagan chog'da 12'ning 20 degan 6 bo'ladi. 6 bo'ladi. Sudus bu yerda 6'dan 1, 12'ning 6'dan 1 debdi. 12'ninki 26'da. Anda da 6'dan 1'i degan 2 bo'ladi. 12'ning 6'dan 1 degan 2 bo'ladi. Chunki 12'da 2dan 6 var. 6'dan 1'i 12'ning 6'dan 1 degan 2 bo'ladi. 2'ning 20 degan 1 bo'ladi deb bunda hisoblab o'ylaganda kallani qatiradigan masala masalan. Masalan fiqh meselesinden mesela imam namaz oturgan vaqtida peshimning 4 rakat namozniki 3-chi rakatiga uyilgan bo'lsa muhtadi. 3-chi rakatining yanglab boshqan shu 3-chi rakat muhtadining 1-chi rakat olamdi yoki oxirgi rakat olamdi. 4-chi rakatga uyilgan bo'lsa masalan imam 4-chi rakatdagi namozda muhtadi kelib shu imomga iqtido qilibdi. Lekin imomga nisbatan bu oxirgi rakat, 4-chi rakat. Muhtadi iqtido qiluvchiga nisbatan oxirgi rakat bo'lamdi yoki avvalgi rakat bo'lamdi. Agar muhtadining uchun bu oxirgi rakat bo'lsa, muhtadi namozini avvaldan boshlamdi yoki oxirgi rakatga bir rakatni juplab o'tib, undan keyin 2 rakatni ayirib o'qiyamdi. Yoki namozni 5dan boshlab 2 rakatni o'qib o'tib, undan keyin 1 rakatni o'qiyamdi. Bu shu masalaning hammasi masalan daruriy deb ataladi masalan. Nima? Nazariy deb ataladi. Ya'ni qattiq o'ylanishga, kitob ko'rishga ehtiyoj bo'lgan. Endi wa'lam anna qawlana Zaydun qa'imun yashtamilu ala tasawwuratin arba'a. Shuni bilginki demak bizda 4 xil tasavvur bor. Tasavvur asosi cho'ng jihatdan hatto tasdiqmu tasavvur deb ataladi hammasi. Hatto tasdiqmu masalan Zaydun qa'imun desak, Zayd o'tirganlik desak, Zaydning o'tirgan holatini kallamizga akilishning o'zimi bir tasavvur. Anladın? Shu jihatdan aytganda tasavvur 4 ga bo'linadi. Ma'na bilgin. Shuni bilginki bizning Zaydun qa'imun degan so'zimiz 4 tane tasavvurni o'z ichiga olgan. 4 tasavvurni o'z ichiga olgan. Birinchi tasavvur tasavvurul mavdu'. Bizda Zaydun qa'imun degan mubtada, qa'imun xabar deymiz nahv grammatikada. Ammo shu gapning o'zini ilm mantiq logika bilimida Zaydunni nima deymiz? Zaydun mavdu' qa'imun mahmul deymiz. Ya'ni Zaydun xuddi aslida qo'yilgan bir narsa, qa'imun Zaydunning ustiga qo'yilgan bir narsa dek shundoq. Ya'ni Zaydunni mantiq istilohida mavdu' deymiz, mush eng unutqama. Ya'ni shu grammatikadagi nahvodagi mubtada xabar degan gap.
Kaimun degan mahmul. Yani demek hem de nima deyiladi? Birinci mavduunu tasavvur qilish, ya'ni shu mavduning suratini qaldığımız zihnimizga kelish. Ve huve zeyt. İkincisi tasavvurul mahmul. Mahmulni tasavvur qilish. Uvasa qaim. Qaim degan so'zni. Üçüncüsü tasavvurun nispeti beynehuma. Zeydun bilan qaimunning o'tirishdagi nisbatni tasavvur qilish. Nisbat. Ya'ni Zeydning uyutirishi degan gapni. Tasavvur nisbati beynehuma ve huve taalluqul mahmul bil mavdu'. Mahmulning mavdu' bilan bo'lgan aloqasi. Ya'ni u boshqasi qiyamuhu. Zeydniki uyutirishi. Zeydning uyutirishini tasavvur qilish. To'rtinchisi deganda tasdiq. Tasavvuru vuqu'in nisba. Ya'ni shu nisbatning yuz berishini tasavvur qilish. Hem de Zeyd'nin uyutirish degan bir holat qaldığımız geldi. Beşide Zeyd'nin suretini qaldığımız geldik. İkinci uyutirish degan bir suretni ayrim halda qaldığımız geldik. Üçüncü qilib Zeyd'nin uyutirishi degan bir holatni ikkisini jamlab qaldığımız geldik. Dördüncü qilib tasavvur Zeyd'nin uyuturganligining yuz berganligi yoki yuz beradiganligidan iborat bir uqumni qaldığımızga keldik. Ve yusamman muş an ahir dördüncüsü tasdiq deb ataladi. Ve huve kevnuhu qaimen. Yani Zeyd'nin uyuturganligi yoki Zeyd'nin uyuturdiganligidan iborat. Zeyd'nin uyuturganligi yoki uyuturayotganligi yoki uyuturdiganligidan iborat. Yani bir yekun. Yekunning o'zi nima deb ataladi? Tasdiq deb ataladi. Ve salasatu shurutun lirabi'a. Endi üç tasavvur beştiki. Birinci mavdu, tasavvurul mavdu. İkincisi tasavvurul mahmul. Üçüncüsü ve tasavvurun nisbeti beynehuma. Dördüncüsününki şartıdır. Dördüncü yani yekundan kelip çıkış için biz Zeyd üretirdi. Yani üretirdi degan bir yekunni chiqarishimiz uchun nima bo'lish kerak? Beshidiki shu mavduni tasavvur qilish, mahmulni tasavvur qilish va ikkisini o'rtasidagi aloqani tasavvur qilishga ehtiyojimiz bor. Shu uchi to'rtinchisining shartidir. Xo'sh, endi va'lam muhim gap. Bu logika bilimi asas jihatdan biz logika deganda ikkiga bo'ldik, tasavvur, tasdiq deb. Mush ikki narsa ichida mavjud. Bütün bilimlar, logika bilimi g'ana emas, bütün bilimlar tasavvurdan boshlanadi, tasdiq bilan oxirlashadi. Bütün bilimler, her qanday sohadagi bilimlar tasavvurdan boshlanadi, tasdiq bilan oxirlashadi. Tasdiq deganimiz qadiya, masala bo'ladi. Ama biz bir mesele, ikki meseleden birleştirip bir nimani hükümle çıkarırız ahirde. Evvelen misal keltirimiz, evvelen sözlüklerini başlayımız, cümle tüzümüz. Ama bu cümlelerini adli cümleden mürekkep cümle aylandırırız. Bu cümlemizden maksadımız bir manini ifade etmekçi, bir hulası, neticeni çıkarmakçı. Bu şu netice bizim asas maksadımız olurdu. Bu ben her kandak Kur'an-ı Kerim'de kullanılırdı. Hadiste mi kullanılırdı ve adetki ictimai fellerde mi kullanılırdı. Maksat cümleler bilen malum bir neticeni, bir hulasını çıkarmakçı biz. Hem de şu hulasını doğru yolda çıkarmak için bizge logika fen lazım buludu. Doğru tefekkür kılıp doğru mantıki yolda çıkarmak için. Hem de şunda olgandıkken demek bu logika feninin asası tədqiqat dairəsi təsəvvür və təsdiq üçün. Biz təsəvvür və təsdiqini bir qutunu bitəb olduq. Əmdi və aləm ənə likulli minət təsəvvürat və təsdiqat. Təsəvvürat və təsdiqatlar. Çünki təsəvvürün iki bölük. Təsəvvür daruri, təsəvvür nazari. Təsdiq iki bölük. Təsdiq daruri, təsdiq nazari deyib. Şunun üçün cəmi gətirmədi. Hər bir təsəvvürat və təsdiqatlarının her biriniki mebadi ve makasidi var. Yani başlanış noktası var ve ahırlanış noktası var. Ve asas maksidi var. Yani başını belip yitip bardığın nişanı var. Her kanda bilimdeki mebda buludu, maksat buludu. Biz mebda diye vasıta. Mebda diyen başlanış noktası ve şu ahırlık noktayı yitip beriş için kullanılan vasıta mebda da atıldı. Mebda da atıldı. Maksat deganimiz shu bizniki yetib bo'lmoqchi bo'lgan nishonimiz, haqiqiy maqsadimiz.
Hem de andağında pembe badi tasavvurat. Tasavvuratın başlangıç noktası, yani tasavvurun başlangıç noktası kulliyatul hams. Hem kulliyatul hams degen o ikinci dersimizde alaydı bir dersimizde bitimiz. Hazır kısa düşen bitip ben lekin kallanlarını katılıp ketmeli bu kallan kimi de kinip ketmeli. Kin kulliyatul hams ayrı bir ders toktala vaxtımızda nahit yaxşı düşünüp ketişler. Ku ve huve kulliyatul hams degen mesela cinsun kel hayvani. Bizde ilmul mantıkta üç xil atalgılar çoğun cihettin. Biri cins. Ançoğun cins. Onun din kiçigiraqı nev'. Onun din kiçigiraqı nev'. Onun din kiçigiraqı faqat şahs. Mesela. Şunda arıydı. Cins degen mesela hayvan degen mesela. Biz cins degen hayvan, canlılık degen mesela. Çoğun cihettin. Onun din kiçigiraqı insan. Mesela insan. Canlılıkның içindeki bir tür. Bu nev' da batı tür. Onu da kiçigiraki Zeyd mesela. Zeyd desek Zeyd degen şahs. Şu insanın içindeki bir şahs Zeyd mesela. Hem de cins degen canlılık, hayvan, canlılık. Nev' degen insan. Şahs degen Zeyd. Hem de biz bu ilmi mantık, logik bilmegen davamlı umumlukni ko'zda tutadigan umumiy jihatdan, umumiy nazariya, umumiy qoida prinsiplarni so'zlaydigandan boshqa biz bunda shaxsiy bilimlar, shaxsiyatlar bilan ishimiz yo'q. Umumiyatlar bilan ishimiz bor. Anda olganda endi biz hayvon jonliqdan boshlasak, jonliqning ichidan biz inson degan bir jonliqni tepib chiqish uchun bir fasl deb bir narsaga ehtiyojimiz bor. Fasl. Fasl degan gap, ya'ni jonliq desak bütün canlıklar kirib ketadi. Canlılık desek at, qo'y, kala, biliq degandek jonivorlarning hammasi kirib ketadi. Shu jonivorlarning narsaning hammasi ichidan insonni ayirib chiqishimiz uchun bizga yordam qiladigan tunishtirish ta'rifotda insonni ayirib chiqish uchun bizga yordam beradigan narsa fasl deb ataladi. Masalan, al insanu biz insonni ta'riflamoqchi bo'lsak, inson degan qanday narsa deb ta'riflamoqchi bo'lsak, avvalan birinci bosqichda insonni va boshqa narsani hammasi o'z ichiga oladigan, jonliqni o'z ichiga oladigan bir umumiy hukmni so'zlaymiz. Bu cins. Ya'ni al insanu hayvanun deymiz buni. İnsan degan bir jonliq. Endi biz insonni o'z jonliqning ichidan ayirib chiqadigan fasl deb atiladigan narsani keltiramiz. Shuni bilan insonni ayirib chiqamiz. Bu bo'lsa qolsa al insanu hayvanun natiq. İnsan degan anlık hayvan, yani anlık canlılık. Fikir tefekkür yürgüzəliydiğən anlık canlılık desek, demek anda da koy, işek, kala, hayvan, başka hayvanatlardan, başka canlılıklardan ayrıldığın tələbi insanın qasken fikir tefekkür, müstakil fikir tefekkür yürgüzüş ve anlık canlılık iken deplam nait kamil bir tunuşturuş qan bulduk. Anladın. Xuduş bu mesela yine adıylaşsak, mesela siz nereden dese bir adam ki, siz nereden dese chatdiratga mesela haram kelgan, haj qilib kelgan odamni ikki odam haramda o'tirib qolib tunishib qolib, biri Afrikadan, biri Amerikadan kelgan bo'lsa, yana biri Turkiyadan kelgan bo'lsa, masalan, biri siz nereden deb so'rasa unga Turkiyadan kelgan hoji, masalan bu İstanbulning Zaytunburnu'nda o'tirgan masalan. Bu sizlardan deb so'raganki, men Zaytunburnu'dan deb javob bersa, tunimaydi. Bu tunishtirish uchun çoğum evvelen hammalarga ma'lum bo'lgan umumiy nuqtani so'zlash kerak. Nima deyish kerak? Siz nereden desem ben Türkiye'den deyish kerak. Ben Türkiye'den. Ben Türkiye'den dese anın tunuydu adam. Türkiye'den dese tunuydu. Türkiye'nin nereden degeni ben Türkiye'nin Zeytinburnu'ndan desem bo'ladi. Belki Türkiye'nin tunmaydigan adam bo'lsa, texmi umumiy nuqtani so'zlash kerak o'chaqda. O'rta Osiyodan deb so'zlash kerak. O'rta Osiyodan. O'rta Osiyoning nereden dese, mesela ya Kazakistan'da adam olsa, O'rta Osiyodan. O'rta Osiyoning nereden dese, Kazakistan'dan deb tunishtirish kerak. Yani demek, aşağıda O'rta Osiyodan degani cins, ben Kazakistan'dan degani nima bo'ladi? Fasl bo'ladi. Shuniki cinsni ayıradigan fasl. Bu xuddi shuningdek, shunday mesela. Yani demek bizning har kitap yozganda tunishtirish qilishimiz lozim bo'lgan narsa kulliyatli xamish degan. Hoş hem nima dedik bu yerda? Ve huve cinsun. Kulliyatli xamish deganimiz ve huve
Bir yerde 5 tane umumi, kulliyat-ı hamis degan 5 tane umumi atalgı. 5 tane umumi atalgı var. Biz ta'rifatda, dastlabda haqida ilm boshlanishda şu bilimni tunushtirish kerak. Shu tunishtirish uchun, ta'rif qilish uchun biz shu kulliyat-ı hamisniki ichidan xohlagancha ishlatamiz, ya uni ya buni ishlatamiz. Xohlagan ya uni ya buni. En az ikkini ishlatamiz. Shu 5'i bo'lish kerak. En az 3'ünü işletimiz. 3'ünü işletkendi kamil tarifat oldu. Mesela ve huve cinsun kel hayvani bin nispeti lil insan. Mesela birincisi cins. Kulliyat-ı hamis'teki 5 tane umumi atalığındaki birinci atalığısı cins. Hayvan bin nispeti lil insan. İnsan'a nispeten hayvan degen, canlılık degen hukum ve cins de atıldı. Ve faslun ke hayvanin natiqin bin nispetile. İnsan nispeten hayvanın natik desem canlılık. İnsan degen anlık insan desem bir şey degen natik degen söz anlık degen gep. Fikir tefekkür kılıç degen gep. Bana bir şey degen natik degen söz fasıl dep atıldı. Üçüncüsü ve aradun am. Aradun am. Arad am. Yani kel maşi bin nispetile. İnsan nispeten maşi. İnsan demen maşi. İnsan degen manguç insan desem, insan degen manguç canlılık desem, bir şeydeki maşi degen söz aradun am. Arad am. Arad deyişimiz yani bu degen insanın mahiyetideki bir narsa emas. İnsanı 101 degen maşi degen gep, meňiş degen gep insandaki da 101 degen bir ta'rifat bolganlyk üçin arad dep ataldy. Am degen gep umumi. Bu insan gana has emas. Yani insan mamaňydy, at mamaňydy, koý mamaňydy. Hemen näse mangalyk üçin am dep ataldy. Şu aradun am kel maşi. Bin nispetle insan nispeten maşi diyen okşaş. Emdi ve aradun has. Dördüncüsü aradun has. Aradun has dediğimiz keddahiki bin nispetle insan nispeten keddahik. Külgüçü diyen okşaş mesela. İnsan diyen nimet insan diyen külgüçü canlılık dep tunuştursak, yani külgüçü diyen gep aradun has. Yani külüş diyen bu arad esli. İnsanın mahiyet emas. İnsanın hakikat emas külüş diyen. Lekin insanda 101 diyen bir halet. Onun keyinden bu insan has bolğaş. Külüş diyen gep valaklap külüş diyen gep insan has bolğaş. Yani nemege başka hayvanatlar külsün biz bilenmeyimiz. Biz bilenimiz insanın külüşü. Anda bolganda insan has bolğan bir halet şu aradun has dep atıldı. Emdi beşincisi nev'. Ve huve ibaretun en mecmu'il hayvan. Mesela nev' degenimiz biz tunuşturmakçı bolğan näsenin bütünley mahiyeti. Biz tunuşturmakçı bolğan näsenin özündeki kamil mahiyeti, hakikati ne dep atıldı? Nev' dep atıldı. Ve huve ibaretun en mecmu'il hayvanin natik. Nev' degenimiz bir hayvanın natikniki, bir hayvanın natiknin anlıqçı, fikir tefekkür qılıcı diyen bir canlılıkның umumi tabiati, umumi hemme näsesi nev dep atıldı bu insan mesela. Yani kel rejul dep hata yazıp kaptı, kel insan. İnsan diyen gep nime nev. Nime? Yani insan diyen söz nev. Yani cins desek hayvan, nev desek insan, hem de zeydun desek çoğu şahıs. Has da buladı. Hem de bu şuradaki bizde umumi hukumdan umumi atalığın 5 tane atalığı oldu. Birincisi cins, ikincisi şu cinsini ayırtırdıgan fasıl, üçüncüsü arad am. Arad am. Dördüncüsü arad has, beşincisi nev. İnsan ne hoş mesela. Hem de hoş ve makasiduha. Hem de biz tasavvurundaki maksatları, tasavvurun asas maksadı mı? Biz bu şu 5 tane kulliyat hamisini işletiş arasında ne mi kılımız? Ne gidip varımız dese, bu şu biz bir başlamakçı olan bir malumatımızı, bir ilim, bir malumatımızı ne mi kılımız? Tunuşturumuz. Evvelen malumat tasavvuriye. Yani ayrı bir kitap. Mesela biz usul fıkh demek olsak, usul fıkh degen evvelen usul degen nime? Usul degen
El aslu ma yubtana aleyhi gayru deb tushundiramiz. Fiqh degan nima? Fiqh degan nimadan el ilmu bi adillatil fiqhiyye degandek, masalan fiqhiy dalillerini bilish degandek, usul degan aslning ko'plik shakli u degan boshqa narsa uni ustiga bino qilgan narsa degandek, buni ta'riflashning o'ziga har qanday bilimda biz dastlabda yolg'iz holatda mufrat holatda ta'riflashga ehtiyojimiz bor. Mana shu ta'riflash uchun biz kulliyatli xamsga ehtiyojimiz bor. Masalan nahvida kalima degan ta'riflash bo'lsa, el kalimatu lafzun wudi'a el kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufradin. Nima? El khas, usul fiqhda xasni tushundirmoqchi bo'lsa, el khassu lafzun wudi'a li ma'nan mufradin deb. Wudi'a aslida lafzun degan umumiy bir jinsning o'rnida gapni men keltirib bo'lgandan keyin uni keyin fasl shu jinsdan boshqa lafz degan og'izdan chiqqan gap, umumiy gap. Shu umumiy gapdan chiqib o'tadigan boshqa gaplarni wudi'a li ma'nan ma'lum degandan keyin ma'lum bir ma'noga qo'yildi degandan keyin unidan muhmala ma'noga qo'yilmagan bakachi gaplar chiqib ketadi. Yoki alal infirad degandan keyin unidan nimalar chiqib ketadi? Umumiy shaklda qo'yilgan gaplar, boshqa narsalarni mushtarak holda o'rtaq holda qo'yilgan ma'nolar chiqib ketadi. Shunda masalan fasl deb ataladi. Maqsad tunishtirish. Endi shu maqosidu hamush tasavvuratniki maqsadi nima desa al qavlush sharih. Ya'ni qavlush sharih. Ta'rif deb ataladi. Yana bir ismi buni ta'rif deb ataladi. Qavlush sharih degan gap sharhlab beradigan, izohlab beradigan so'z degan gap, ya'ni shu nimani tasavvurni bizniki demoqchi bo'lgan gapimizni izohlab beradigan ta'rif. Biz shu kulliyatli xamsidan nega boramiz? So'zni ta'riflab beradigan, ta'rifatga boramiz. Ve huve qavlu sharih deganimiz ma yatavassalu bihi ila ma'na tasavvuri ay ila ma'na mufradin kel hayvanin natiqi fi ta'rifil insan. Yani qavlu sharih deganimiz biz tasavvurning ma'nisiga elib boradigan narsadir. Ya'ni yolg'iz bo'lgan so'zning ma'nisiga elib boradigan. Biz yolg'iz bir so'zni dedik. Palta dedik. Palta degan nimasi? Palta degan yog'och o'tullarni kesadigan asvab degandek, yolg'iz bir palta degan bir so'zning ma'nisiga elib boradigan ta'rifatni deb ataymiz. Al-qavlu sharih deb ataymiz yoki ta'rif deb ataymiz. Masalan kel hayvanin natiqi fi ta'rifil insan. İnsan degan nima? Ma huwa degan savol javob bo'lib qildi-da bu ta'rif degan. Ma huwa desam, men insonni birisi keldi deb so'zsam, insonni ko'p odam bo'lsa, ondan ma huwa al-insan deb so'rasa, inson degan nima deb so'rasa, nima al-insanu hayvanun natiq deb, hayvon deb umumiy kulliyatni men keltiraman, natiq deb faslni men keltiraman, insonni kamil tunishtirgan bo'laman. Ya'ni inson degan onliq hayvondir, onliq jonliqdir degan gapimning o'zi nima? Al-qavlu sharih. O'shadiki al-inson nima? Muarraf deb ataladi, muarraf, tunishtiriluvchi. Nima? Al-hayvanun natiq degan muarrif, tunishtiruvchi yoki ta'rif yoki al-qavlu sharih deb ataladi. Shu atalg'isi bor. Mana bu yerda shu maqosidut tasavvurat. Xo'sh, endi mabadiut tasdiqat. Endi tasdiqning boshlanish nuqtasi nima? Tasdiqning boshlanish nuqtasi bo'lsa al-qadoya va ahkamuha. Ya'ni qadoya va ahkamuha. Endi qadoya va ahkamuha haqida ikkinchi ayrim to'xtalamiz. Endi hozir qisqacha tushuntirib beramiz. Qadoya degan nima desa? Qadoya degan jumla xabariyya. Misli qavlina al-alamu mutaghayyir. Masalan, olam degan o'zgarib turadigan narsa degan so'zimizda al-alamu mubtada, mutaghayyirun xabar, jumla xabariyya. Al-qadoya degan gap qadiyatning ko'p şeylar, qadiyya. Qadiyya degan gap xuddi nahvidagi jumla xabariyyaning o'zi. Ya'ni bir gapning yolg'on va rostligiga ehtimolligi bor. Bu gap yolg'onligiga ehtimolligi bor, rostligiga ehtimolligi bor. Masalan, men Zayd o'tirug'liq desam, bu gapimning rostligiga ehtimolligim bor. Zayd o'tirgan bo'lishi mumkin, o'tirmagan yolg'on bo'lish ehtimolligimi bor. Demak, shunda rost yolg'on bo'lish ehtimolligi bor narsaning o'zi qadiyya deb ataladi. Demak, bu nimishqa rost yolg'on ehtimolligi bor degan gap desam, bundan jumla inshoga chiqib ketadi, insho. Masalan, o'tirgan desam ham kimga? O'tirgan, Zayd qarab turib o'tirgan desam, bu gapning rost yolg'on deyilmaydi. Chunki
Ürtürgün yenge ameliyatı değil de ağzımdan çıktı. Bu ağzımdan çıktı. Bu degen ya rast boğan iş, boğan iş dep deyilmeydi ona. Lakin zeyt ürtürgülük desem, zeyt ürtürdü desem, ürtürgen buluşu mümkün, ürtürmügen buluşu mümkün. Biz ma ilmi mantıkta inşallah işimiz yok. Fakat aşı ne bilen cümle haberiye rast yalganga ihtimali var. Doğru hataga ihtimali var iş bilen çünkü biz doğru hatani ayırmakçı bu bilim. Doğru tefekkür kılışın gelmek çoğandıkken doğru tefekkür kılışın için hata buluş gerek. Hatani biliş gerek. Hatani biliş gerek. Aklı biliş için karnı biliş gerek. Şunun için biz bir yerde şu kadiye üstüde yani rast yalganga doğru hataga ihtimali var boğan işte üstüde toxtalımız. Bunun ne batılıdı? Mebadi tasdiqat, tasdiqniki yani cümleniki biz bir tasdiqlaganda biz cümle dep düşündük. Bir cümlenin yakın, cümle hakkında yakın çıkılışını tasdiqladık. Anda olganda dastlabki tasdiqning başlangıç noktası aşı cümle haberiyeler. Zeydun qaimun degandek rast yalganga ihtimali var işler. El alemu mutegayyir degandek mesela. Endi ve makasiduha. Tasdiqniki makasidi nima? Tasdiqniki ayda biz mıydak cümle haberiyeler bilen bir yakın birini çıkarmız avvalan. Yani kurashtiramiz cümle haberiyeden birini. Bunda qilib nima ish qilmoqchi biz? Al alamu mutaghayyir, Zeydun qaimun deb nima demoqchi? Degan asosiy maqsad demoqchi. Asosiy maqsad. Tasdiqning asosiy maqsadi al qiyasu bi aqsamihi. Qiyasning bir qismlari, ashkollari bilan qiyas. Qiyas deganimiz bu haqda ayrim bir bobda to'xtalamiz. Logika bobi asosiy maqsad bu ham logikadagi. Yani biz tasavvur qilamiz bir narsalarni, uni keyin tasavvurotlardan cümlelerini tüzümüz, tasdiqlarni tüzümüz. O tasdiqlardan yakın çıkırımız. Netice, xulası giytimiz. Başım xulasının üzerine ne batılıdı o? Bizim logikinin asası maqsadi da batılıdı. Ve maqasiduha el-qiyas bi aqsami mesela. Neçe türlük bu, neçe kısım boludu o? İnşallah şu ahirde bağa vaktimizde en ahirki noktamız bu şu. Qiyas ne ki? Ben ilmi mantıktaki. Ve huve qiyas degen nima desa? Ma yetevassalu bihi ilen neticeti. Yani neticeye elip bardigan narsa. Qiyas deganimiz bizning netijaga elip bardigan narsa. Netijaga elip bardigan narsa nima deb ataladi? Qiyas deb ataladi. Misla qavlina bizning qavlimizga o'xshash masalan al-alamu mutaghayyir ve kullu mutagayyirin hadis izen fel-alamu hadis. Yani ilm mantıkta xuddi mushu o'xshamaydi bir dastlabda bir so'g'ra deb kichik bir murakkab jumla. Uning keyinidan kubra deb yeni bir murakkab jumla. Uning keyinidan her ikki jumlada birinchi jumla topadigan bir o'rtaq bir nuqta bo'ladi. Uning keyinidan mushu ikki jumladan biz xulosiga yetamiz. Xulosiga yetib chiqamiz. Agar mushu ikki jumla bu nima deb ataladi bu ikki jumladagi bir madde ve hey'e deb ikki narsa. Biri bu cümlenin mezmunu, asas mezmunu bir. İkincisi hey'e, to'g'ri bo'lgan shakl. To'g'ri bo'lgan mezmun ve to'g'ri bo'lgan shakl bo'lsa, bizni to'g'ri bo'lgan ma'ni xulosiga elib chiqadi. Agar mezmun oldingi darsda o'tdik biz. Agar mezmun to'g'ri bo'lib, shakl to'g'ri bo'lmay qolsa, xato xulosiga, xato natijaga kelib chiqadi. Agar shakl to'g'ri bo'lib, mezmun xatolab qolsa, yine xato mezmun kelib chiqadi. Müşahedem doğru boğan mezmundan böyle sözlük düşünür için. Yani el-alemu mutegayyir ve kullu mutegayyir kıyas ve kullu mutegayyirin hadisi dediğimiz kıyas bana. Birinci noktaya el-alemu mutegayyir diyen gepke ikinci mezmununu seliştiriş kıyas da atıldı. Fel-alemu hadisi diyen netice. Kıyasının hükmü. Kıyasının hükmü neticesi fel-alemu hadisi mesela. El-alemu mutegayyir. Alem diyen özgürlük durduğun narsa. Ve kullu mutegayyir her kanda özgürlük durduğun narsa diyen hadis. Yanı peyda olan narsa. İzen el-hulasa. Yani netice nime? Fel-alemu hadis. Alem yanıdan peyda olan narsa doğru. Onun kendinden yeni bir tehakkik kılıp el-alemu hadis. Ve kullu hadisin lehu muhdis. İzen el-alemu lehu muhdis. Diyen netice çıkıyor. Mesela alem diyen yanıdan peyda olan narsa. Hemiz doğru. Hem de kullu hadisin. Hakikaten yanıdan peyda olan narsanın onu yanıdan bir peyda kılıcı var. Onun peyda kılıcısı vardır.
izan bu alemning paydo qilguvchisi bordir degan bir to'g'ri bir yakunga chiqdik. Andaqada bu yangidan paydo bo'luvchi degan bu yangidan paydo bo'lgan narsaga hech qanday jihatdan o'xshamaslik kerak. Yangidan paydo bo'lgan narsaning o'zgarishchanlik, harakatchanlik degan qoidani qabul qilmaslik kerak. Undan o'zib tashqari bo'lish kerak. U bo'lsa bizning Rabbimiz Alloh azza va jalladir degan mana shundoq to'g'ri bo'lgan logika, to'g'ri bo'lgan tafakkur ang bilan biz yaratuvchimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddasga yeta olamiz. Mana shu ilmul mantiqniki mana foydalari mushudur. Her qanday turasiy qadimiy kitoblar hammasi shu logika bilimlar bilan to'shab ketgan. Buni bilmagan odam lug'at kitoblarida, qomus kitoblarida buning ma'nosi yeshilmaydi, kitobni tushunolmaydi. Shuning uchun muvofiq miqdorda ilmul mantiqni elish biz intayin zarur. Bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.